Assalamu alaikum. Dünyanın arka yerlerinde yaşayotgan muhterem vatandaşlar, hemmanlarga Allah'ın salamı, rahmeti biat olsun. Bidayla ekranı hoş geldiniz. Muhterem kardeşler, bugün Kur'an'dan Nazar namlı programımızdaki fidakar riyasetçisi Abdülaziz Beştevarak kardeşimizdeki mühim bir imtihanı doğru kep kaldı. Şunun için ciddi alette men kirişik doğru kep kaldı. Çünkü bizim saklayotgan kardeşlerimizden vakti sıra bulmasın. Ötülüyotgan derslerde bir eksik, yani bir atlap ketiş olmasın. Her haftanın özü düşlük bir vezninden ketiyotgan mezmunlarımız to'xtab qolmasin degan maqsadda qisqa bir o'zgarish bo'lib qolgandan men chiqib qoldim. Meni ko'rishni xohlamagan nurg'un qarindoshlarning nurg'un shikoyatlarini hozir qadar anglab keldik. Shuning uchun sabr bilan muvaffaq deb qaragan qarindoshlar o'zim bir ekranda oldida bo'lsa, oldida kendi bo'lsa nerede bir hizmetini görüp, muş hizmetini men kılay degan qarindoshlar bo'lsa, merhaba deymiz deb kelgan edik. Ama hozirga kadar belini bağlap chiqqanlar bo'lmadi. Taqdimkor ustozlarning o'zlari yoqtirgan shogirdlari yoki bo'lmasa yetishtirgan do'st birodarlari bo'lsa, shular orqali ekranga birga kelsa, hatto biz xalq xizmatida bo'ldim dedik. Ama ekranda hozirga kadar tumoqdan tortib oyoqqacha deyli. Bütün programlarda yalğız pidaylık qilishga to'g'ri keldi. Onun için qarindoshlarımızın ko'ziga men o'zimni ko'rsatkichi obraz bilan tonliq qilib, shunda xato plan g'arazlar shayton ko'ziga shunda siliq chiroyli ko'rsatgan fikrlar dunyoga kelgandan keyin Abdulaziz qarindoshimizga men murojaat qildim. Qarindashim bunda avval sizlar bu fikrni oshida bo'lgandan keyin bu ishning vaznini tushungan bir bo'lishidan mushun vazifani ustunga e'lonlar deb murojaat qilgandan keyin qarindashimiz fidokorlik qilgan edi. Xabaringlar bo'lgandek o'tgan bir qancha programmalarda, ya'ni 9-programmadan tortib 9-sondan boshlab qarindashimiz qilib kelyotdi. İnşallah bu da kısmında yana tekrar Abdülaziz bir kardeşimiz bilan devam qiladi programı. Bugünkü programını to'xtatmaslik uchun yana men chiqib qoldim. Ko'zinglarga sig'masam bo'lsa sabr qilib ko'rib berasizlar. Chunki bugun bizga nafsimizga pudaydigan va biz qilgan xatoliklarimizni otilib qutulib ketadigan iblis va shaytondan iborat ikki hukm haqidagi farqlarni yaxshi tushunmaganligimiz sababli nurg'un narsalarning hukmuga ve düşüncesi hatalıklarına kelip çıkanlıkını bayqaydigan, his qildirdigan, tushundirdigan bir program bo'lib qilish umidi bilan mush temini ustoz tavsiya qilish bilan birlikda shuni o'rgangan bo'ldik. Assalomu alaykum. Hurmatli Abdukarim ustoz, salomat kelinglar. Va alaykum assalom. Qanday ahvollar Tismatullah? Yaxshi. Qaynab qolgan dumbul cho'gundek bir shek so'z aytib qoldim. Sevreden oturup Allah razı olsun sizden. Şu hemmelerninki hem de erken söz fikir kılış ihtiyarlığı ba degen bolsak mı? Ama fikrini delilsiz, yaman gumanga yoki şeytan siyliq chiroyli ko'rsatgan qiliqlarning keyniga ergishib nurg'un badqiliq inkoslarda bo'lganlarni ko'rib turyapmiz. Jumladan bugungi programmani asli e'lonini işlep tatip çıkıp başka bir şekilde fitne çağısını yaygalı olaptı. Acaba şu okşaş ilanını Resul ve Nebi diyen şekilde işleyen idi. Uçağı da cevap yapılmaptı. Eğer adalet olsan olsa nemişin onundan bir kısım cevap ekilip anandan kim mülayız kılmaydı. Ağaçağda sükut kılıdı, maçağıma da bulamdı diyen şekilde akıllardan geçti. Hayır, bugünkü tema münasebetli çıkışı ihtimallık yukarı. Qarindoshlarımızın yaman g'araz yoki yaman gumon yoki shayton chiroyli ko'rsatgan amallarni qilish jarayonida o'tirib chiqayotgan masalalarning tegi mohiyatini tushunishimizga bugungi temaning foydasi bo'lib qoladi degan umiddaman. So'zim bir yerda to'xtatay. Marhamat. Sizlar deb ketdi. Assalomu alaykum. Dunyoning qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Buni şeytan, yani iblis, şeytan degan bu ikki kelimaning o'zini bizniki diniy olimlar yoki bir diniy kitoblarning hech birisida bu ikkisini bir xil shaklda tushuntirib kelgan, ammo hech bir kitobda ikkisi ayrim bir narsa ekanligi to'g'ri bir tushuncha bermagan.
Ama uzun yıllık bu Kur'an'daki izlenişime asasen bu ikisindeki iki narsa ekanligini Kur'an'dan bunu bayqadım. Şunun için bunu qarindoshlar bilan bir hem fikirde bolay deb bu yerda o'ltiryapmiz endi. Allah razı olsun. Birinchi iblis. İblis deganning o'zi qandaq narsa, qandaq moddadan yaratilgan va u qandaq ishlarni qilgan degan shu masala ustida to'xtalamiz birinchi. İblis Qur'oni Karimda 11 yer chiqadi. Buni hammasini keltirmadim, shu yetarli bo'ladi deb 2-3 ta oyat keltirdim, uni hammasini keltirsam necha soat yetmaydi. İblisniki maddesi, yani o'zi yaratilgan maddasi haqida Alloh taolo Sura Ar-Rahmonda va xalaqal janna min marijin min nar deydimdi. Bu jin to'g'riliqda. Bu yerda jin Alloh taolo yaratgan maxluqning ichida ikki xil maxluqni shu dinga taklif qilib, ya'ni Alloh taologa itoat qilish taklif qilingan ikki maxluq bor. Uning birisi jin, yana birisi insan. Hem de şu Sura Baqara'niki 34. ayetinde birinci iblis to'g'riliq chiqqan şu ayetning o'zida ve iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara ve kana minel kafirin degan şu ayetning o'zida deydi Alloh taolo. Estağfirullah. Biz malaiklarga Ademga hurmat qilinglar. Bu yerdagi sajda qilish hurmat qilish maqsadida Xudoga sajda qilgandek sajda qilish emas. İbadet secdesi emas, hurmat secdesi mi? Hurmat sajdasi. Yana nurg'un tarjimalarda sajda qilish haqida sajda qilish deb yozib qo'ygan tarjimalar bor. Bu to'g'ri emas, chunki odamga bir maxluq sajda qilishi o to'g'ri emas. Xudo odam butqa sajda qilgan bilan o'xshash bo'ladi, bu vaqtda to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerdagi sajda odamga qilingan vaqtida bu hurmat qilish. Ya'ni bu yerda odam bilan malaiklarni Alloh taolo bir sinagan vaqtida va allama odamal asma'a kullaha summa arazahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin deb Alloh taolo ashtadigan vaqtning o'zida hamda ismlarni o'rgatib hammasiga o'rtaq malaiklarning boshida ham bu men o'rgatgan ismlarni siz deb beringlar degan vaqtda odam deb berganligi imtihan o'tganligi malaiklarniki o'tanmaganligi haqida ma'lumot hamdi. Şunun bilan o'zi shu yerda Alloh taolo undaq bo'lgandikin bilimlik, ya'ni bir sohani bilgan odamga shu sohada hurmat qilish. Alloh taolo shu prinsipni birinchi qadamda o'tirib qo'ygan. Misol bir odam fizik sohasida bir narsani bilsa, men u odamniki fizik sohasiga hurmat qilishim lozim. Yani bir adam matematik sahasida bir narsa bilsa, onun matematik sahasiga hurmat qilish lozim. Yani bir adam diniy sahada bilgan bo'lsa, bir narsani o'zini diniy sahasiga hurmat qilish lozim. Yani her bir adam, yani bir odamdagi ortiqchilikqa hurmat qilish. Alloh taolo bu yerda buyuryapti. Bu bir Allohniki maxluqlarniki orasida bir-biriga hurmat qilish, bir-biriniki ortiqchiligini e'tirof qilishga o'xshash shunday bir narsa endi. Şu vaqtning o'zida odamga hurmat qilinglar degan vaqtda Alloh taolo illa iblis, bütün o'z malaiklar hammasi odamga hurmat qilib, uniki ash sohada nimadan malaiklardan o'zi ortiqchiligi ko'proq ekanligini e'tirof qilganlik haqida bir hurmat qiladi. Qandakin iblis o'zi hurmat qilmaydi, vastakbara, o'zini cho'ng tutadi shu yerda. Men onun o'zi nima tutsam, nima deb men uni hurmat qilaman deydi. Ya'ni boshqa oyatning o'zida sen meni uni nima laydin, meni o'tni yaratdi. Unda bo'lgandiki men uni yaxshi, men nima uchun uni nima hurmat qildi ekanman deb iblisniki ashunday degan yeri bor. Endi bu yerdagi maqsad nima degan vaqtda shu malaiklarga Alloh taolo odamga hurmat qilinglar degan vaqtda malaiklarning ichida iblis batı degan gap. Demek ki şu malaiklarning ichidagi birisiniki ismi iblis ekan endi.
Endi bu iblisning o'zi nimadan yaratilgan degan vaqtida bu yerda yuqorqi Ar-Rahmonning 15-oyatida va xalaqal janna min marijin min nar. Yani başka ayetlarda o iblisning o'zi jindan bo'lgan degan oyat bor-da. Jindan bo'lgan. Şu Sure Kehf'deki 50-oyatida ve iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minel jinni. Fafasaqa an amri rabbih degan mush oyatning o'zida Adem'e iblis secde kılmagan idi. O iblis cindan bo'lgan edi degan kelim varmış yani özde. Hem cin nimadan yaratılgan desem yuqorqi oyatning o'zida cin o'tning energiyasidan yaratilgan. Yani energiyadan yaratilgan degan gapda. Demek ki malaikalarning hammasi shu energiyadan yaratilgan bir xil insonning ko'zi ko'rmaydigan bir kuch. Yani mana shu qavasida energiya degan bir kuch ham mana aşında narsani yaratılgan diyen bo'ldi endi. Yani bu iblis insondagi vujudidagi narsa emas degan gap. Bu yerdagi narsa u ayrım bir maxluq yani. Yani o bir narsa kallis ishlaydi, qiyomat kuni jazo nimalqi Allohning buyrug'iga itoat qilganlar jazolanadigan, itoat qilganlar o'zi mukofotlanadigan so'rishning o'zida bizning aramizda musulmonlarim bor, g'ayrimusulmonlarim bor degan o'zi oyat bor. So'rishning to'liq o'qisa shuni hammasi chiqadi. Demak ki bu yerdagi narsa nima degan vaqtida iblisniki insonning ichidagi narsa emas, insonning sirtidagi bir narsa ekanligini bayon qildi. Bu yerda Alloh taolo Qur'oni Karimda iblisni bilan malaikalarning ikkisining o'zini Qur'onda bizga bayon qilishda, ya'ni Odam alayhissalomga bayon qilishda, shu Odam alayhissalom zamonasida Alloh taoloning buyrug'iga itoat qilgan maxluqqa itoat qilmagan maxluqniki faqat ikkisi ekanligini shu vaqtda kitobdagi hadis qismiga Alloh taolo ibrat uchun va ulgu uchun bu ikkisini olgan. Yani Adem alayhissalom o'g'inish tegishli maxluq qasi degan vaqtida Alloh itoat qilgan malaikalar ekan, o'rganmaslik tegishlik yoki jiroq turishga tegishli bo'lgan maxluq degan vaqtda Allohniki buyrug'iga itoat qilmagan iblis ekan. Deb Alloh taolo shu ikkisining o'zini Adem alayhissalom bayon qilib, men manga yo'lda sen mangma, mala qilgandek sen o'zi mening buyrug'imga itoat qilsang, u vaqtda sen o'zi to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa degan qatorda shu vaqtdagi Adem alayhissalom berilgan kitobniki hadis qismiga shu ikki guruhning o'zini shu vaqtda bayon qilgan. Bundan ma'lum bo'ldiki, biz o'zi iblis insonniki ichidagi bir narsa emas, yoki insonga kelib bir narsaning o'zini ma'ni qil yoki ma'ni qilma deydigan bir maxluq emasligini. Inson hech qanday daxl taruz yetkazolmaydigan bir narsani yaxshilikqa boshlay olgan yoki yomonlikqa boshlay olgan bir maxluq emasligini, o bizniki ko'zimiz ko'rmagan hech qanday bir narsaga bizga daxl taruz qila olmaydiganligini. Faqat insonlik xatolashgan vaqtida iblis xatolashganga o'xshab ketganligi. O'xshaganligi uchun yo'li xatolashdiki yo'l o'xshab qolganlik sababidan iblis o'xshashga xatolashishda bo'lganligini Alloh taolo bu yerda bizga bayon qildi. Bo'lmasa iblisniki insonga bo'lgan hech qanday o'zi insonni to'g'ri xato yo'lga boshlash bunday iqtidori yo'q. Yani bu başka bir oyatning o'zida iblis Alloh taologa sen meni mush azduding, mush odamning sababi jinoyatni boshqalarga atishga umroq bir maxluq bu. Azduding, hem sen bana qiyomat kuniga muhlat bersang, men seniki muxlis bandalaringdan boshqasini hammasini azdurma degan bir oyat bor. Buniki o'zi nimani bildirdi desa, bu o'ziniki bir ulguluk yoki xato yo'lda bir ulguluk o'z simbolining o'zini tasvirlayotdi degan gap. Yani o'z vaqtida bundan 100 yil, 200 yil burun o'tgan bir xoin, vatan xoinidan birisi tarix yozilgan bo'lsa, u xoinniki xoinligi keng xoinligiga, keyin yoki xoinlik qilgan insonlarga bir yo'l ko'rsatkish bo'lib qoladi, masalan. Bu da shunga o'xshash, shuning o'zini tasvirlaganlik u. Ammo u oyatning o'zida u iblis u yerda atayim kelib bir odamga dunyolik narsalarni chiroyli ko'rsatib, ma'ni qil, ma'ni qilma deya oladigan bir iqtidor egasi emasligini bildirdi.
Yani mundaq aytgan vaqtida insonlar meni iblis azdurdi degan mundaq bir narsani, mundaq gapni qilishi butunlay asossiz degan gap. İblis insonni hech qachon azdurolmaydi degan. Bu yerdan sizlar iblis, şeytan iblislardan idi degan gapni qildilar. Yo'q. Malaiklar. Yo'q, undan emasda Hozir buniki nimasi perishtalar bilan hammasi bir yerda turib, Odam alayhissalom bilan hammasi bir yerda turib Allohning oldida sinoq o'tdi-da. O'tgan vaqtida o malaiklar o'tolmay Odam alayhissalom ismlarni deb berish orqali o'tdi imtihondan. O'tgandan keyin bu yerda nima desa, hamda malaiklar bu yerda sen biz sana tasbih etib, hamda aytib sen qon to'kib, fasod chiqargan bir maxluqni yaratamsan degan bir gap bor emasmidi? O'sha. Shuning asosan Alloh taolo undaq bo'lsa, sizlar qo'song'ilda odamni yaratishga bakalqi nima emas, rozi emas, undaq bo'lganlik siz imtihon beringlar degan vaqtida Odam alayhissalom ismlarni deb berib, imtihonni o'tdi. O'tolmagandan keyin Alloh taolo undaq bo'lsa sizlar odamga hurmat qilinglar deb, odamga hurmat qilish uchun buyurdi. Burgan vaqtida malaiklarning hammasi odamga hurmat qilib, u yerda bu Odam alayhissalomni e'tirof qiladi, uning aloyidligini e'tirof qiladi. İblis, men uni yaxshi tursam, sen meni o'zi o'tdan uni loydni yaratgan tursang deb, u yerda uni hurmat qilmaydi. Ham demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida bizniki ajratadigan narsa yerimiz malaiklar bir yerda turib Allah'ın aldığı imtihan bir vaktini qargan çağda demek ki malaikler bilen bir cins yani bir maddenin yaratılgan mahluk diyen oldu. Yani bu qandaq maddenin yaratılgan diyen vaxtida ma ikkinchi oyatning o'zida kana minel jinni illa iblis kana minel jinni degandan u iblis o vaqtida qasi mahlukdan degan vaqtida jindin. Jin degan nima degan vaqtida jin insonni ko'zi ko'rinmaydigan mahluklar degan bo'ldi. Xuddi bir umum atalgı hayvan deganga o'xshash, hayvan deganda bütün hayat narsalarning hammasiga, jonliq narsalarning hammasiga o'rtaq qo'yilgan bir ism. Bunun içinde her türleri var mesela. Türleri kala, eşek, her bir tür kurt qo'ng'izg'ichilik, odam ichilik hammasi ayrım bir tür. Ama şunun hammasi umum atalgısı nima desa, jonliqlar bizniki tilimizda. Deb atalganga o'xshash. Bu jin degan kelimening o'zimi aşı köz ko'rinmaydigan maxluqniki umum atalgısı degan gap. Şunun içindeki birisi kim kendisi birisi yani malaiklar bilan birga aralashib yura oladigan birisining ismi iblisga degan gap bo'ldi. İblis şu vaqtda Alloh taolaning buyrug'iga itoat qilmay qilmaganligi uchun bu Alloh taolaning rahmatidan jiroqlashtirilgan Allohning la'natiga uchragan mandaqchilik vaqtida bir maxluq bo'lgan bo'ldi. Hem de bu cin nimeden keldiği vakit cinni Sure Er-Rahman'daki 15. ayette ve halakal canne min maricin min nar. Cinni biz otniki enerjisini yarattık deydi. Demek ki bizdeki sırtımız yani cinniga tabi mahluqning hammasi bu yer nima kelsa energiyani yaratılgan bir energiya degan kuch-ku mana shu vaqt bir ashundaq bir kuchni yaratılgan. Shuning uchun Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kayım bo'lgan vaqtda Allah'ın eriştisini 8 perişte götürüp durdu diye ayet var. Bu yer 8 perişte deganning o'zidan 8 qushning o'zini tushunishga bo'ladi degan gap. Yani şu ayetning şu 3 tal ayetniki umum mazmuniga asoslangan vaqtida iblis insonning sirtidagi bir maxluq ekanligini, insonga hech qanday o'zi bir xato, to'g'ri yo'lni ko'rsatish iqtidori, imkoni yo'qligini, chunki bizni ko'zimiz ko'rmaydi uning o'zini. Ko'rmagandan keyin bizni boshlab bir yerga olib, mayli yomon ishni qil deydigan bir iqtidorning yo'qligining o'zini o'sha yerdan bilib olamiz degan. Ya'ni bu shayton bilan iblis mana shunday orliqda farqli narsa degan gapim. Shaytonni hozir ham ayrim tushuntiramiz. Lekin iblis o'tning energiyasini yaratılgan ayrım bir maxluq degan bo'ldi. Yani iblis malaikalarning jinsidan kelgan.
Malaikalarning ichidagi ismi iblis ismli bir malaika ekanda hesapda. İblis isimli bir cin. Hem bu malaikalar bir türü. İblis bir türü, yani bir türü aslında gayrihalkı göz görmeyen mahlukçıda türleri var mı? Hem şununki bir türü mu şu neyme hem de. Cinnin hemmesini Allah Teala nimetini yaratkan diye vakıda enerjiyatını yarattı deptemdi. Enerjiyatını yaratkan diyen o periştim enerjiyatını yaratılgan cin mi neyme o iblis mi şu enerjiyatını yaratılgan bir mahluk diyen gap oldu hem de. Hem o yerde Kur'an-ı Kerim'deki iblis bu yerde insanların kıyamet kayın boğucu men dünyadaki neslen çıraylık gösteriş arkalık azdırma diyen bu kelimesinin özü iblisdeki karakterige verilgen. Yani özünün azgınlık karakterige asasen insanlığa halkı bir münafıkның özü tarih yazılıp kalsa keyinki münafıklar şunun ülgü algan okşaş keyinkiler aşınında yama iş kıldığı ülgü aldığan bir karakterige aylanıp kalgan diyen gap. Bo'lmasa dunyoda hech qanday bir insonni bir iblis yo'tlab olib fohishxonaga yoki bo'lmaydi nimaga aroq ichadigan yerlarga qimor o'ynaydigan yerlarga olib olib qo'ymaydi. Buning qaragan vaqtida iblisning hech qanday bir o'zi insonga bo'lgan roli yo'q. Ammo faqatla buniki qilgan ishi yomon ish qilgan odamlarga bir ulgu xarakterlik bir narsani berdi degan. İkincisi şeytan. Şeytan biz o'zi o'qigan vaqtida shu mavzuning o'zida shaytana yu shaytanu shaytona degan o'zi kelin bo'lgan. Bu nima degan bo'ldi desa, buniki ma'nosi ozmoq degan gap. Ezish bir pilniki hem de nemizde bu şeytan diyen kelime Kur'an-ı Kerim'de 70 yerde çıkıyor. Mesela 70 yer çıkışı insandaki her türlü işte meyle özü iktisat cihetten, meyle ibadet cihetten, meyle tevhid cihetten, yani itikat cihetten ya olmaydı muamel cihetten her kandak bir cihetten ezişki münasebetlik yani hemmesi de şeytan diyen kelime çıkıyor. Yani bu şeytan ne diyen gap gelirse Kur'an-ı Kerim'deki tasvirleşince şeytan diyen söz eziş diyen mananı bildirir dendi. Bu vaxtda eziş hem de bu ayrım bir nesmi ya ki insan bilen bir yaratılgan nesmi diye vaxtda biz insanın özüne tədqiq qilish doğru geldi Kur'an-ı Kerim boyunca. Bu Sure Hec'deki 5. ayetinde ya eyyuhen nasu in kuntum fi raybin minel ba'si fe inna halaknakum min turabin sümme min nutfetin sümme min alaqatin sümme min muzgatin muhallaqatin ve gayri muhallaqatin diyen muş ayetin özü de Allah Teala devam dedi ki biz insanı topudun yarattık. Yani birinci insanı topudun yani lay kılıp bunun özüne başka yer laydın diyenin ba topu ve lay zaten şu sun arlaştırgan lay olduğun gap laydın yaratıp ikinci onu da kiyik yaratılgan insanın çözse onu ki nesil kaldırış hususiyeti arkalık meydan keldi. Yani ata-ana toy kılgandayken ularning özü nesil qilish arkalık insanlar dünyaya keldigan qilib aşındak yarattık deydi. Hem de yaratkan vaqtida insonga Allah Teala qada qildi degan vaqtida bu Sure ve Şems'niki 7-8-9 ayetinin özünde 10. ayetine geçtik şu 4 ayette ve nefsin ve ma sevvaha fe elhemaha fucuraha ve tekvaha kad efleha men zekkaha ve kad khabe men dessaha dedi Allah Teala. İnsanı tuluk yaratıp bolgandan keyin yaratkan vaqtida o insan nima qildi? Fe elhemaha fucuraha ve tekvaha. Bu insanı yaxshi ishni qila oladigan ve yomonlikdan saqlana oladigan. Yani yaxshi nima Fe'elhemha fujuraha. Onu yama işini kılalaygan ve yama işini saklanaygan. Mandak bir hususiyet yani yaxşını kılalaygan de mandak bir hususiyet öyle yarattı.
deydi Allah Taala. Yani bu nima degan bo'lsa, insonning vujudida, inson yaratgan vaqt xuddi pichoqqa o'xshash, yaxshi narsaga ishlatkili bo'ladigan, yomon narsaga ishlatkili bo'ladigan yasalganga o'xshash. Yani insondagi vujudida inson yaxshi ish qilamiz qila oladigan, yomon ish qilamiz desam-chi, qila oladigan bir iqtidor bilan yaratdi Allah Taala deydi bu oyatning o'zida. Oxirsida qad aflaha man zakkaha va qad xaba man dassaha. Bu nafsini toza tutgan insonlar nijotlikka erishadigan, uni bulg'agan, yomon yo'lga mang'an insonlarcha uning o'zi xonavayron bo'ladigan, o'zini xonavayron qiladigan mushundaq bir iqtidorni yaratdi. Yani inson o'zicha yaxshi odamni qilib chiqa oladigan va yomon odamni qila oladigan bundaq iqtidor egasi deydi. Uning o'zida. Yani inson xolis berib eski ishlarni qilib eski odam bo'lim desa, bedamchi eski odam bo'la oladi. Eğer şunda eski adam bo'lsa, to'xtab turib, men zodi bu ishni tashlab yaxshi odam bo'lishim kerak desa, hem uni tashlab, hem yaxshi odam bo'la oladigan bunday iqtidor egasi deydi Alloh taolo. Yani Alloh taolo deyaptiki, men ashunda iqtidor yaratdim deydi endi insonni. Ikki xil xususiyat bilan. Yani Vattini surasining o'zidami 4-oyatda laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim deydi. Biz insonni nayeti yaxshi, yani güzel bir qurup çıkış takvim deganning o'zi yağaşçı bir yağaşqa randin sep bo'lib manda qaraydi-ku. Qaya egiz paskida. Şu egiz pas o'g'ayyaning o'zini yana randi sep tep-tek ish qiladi misol. Tüp-tuz qiladi. Takvim deganni bir ashundaq o'zi narsaniki kejini erishlaymi, kajni yerini erishlamda? Sorun ilişkilep mi koydu? Yapsa keltirişim dedi. Rendik Allah'a. Biz tarafta kejini erişteydi. Kajketken yerini eriştiğin gap. Buna şu kavakıda. Bu neyim degen bol dese, insan özündeki hata ketken yerlerini özü tüztüp, özün durus bir adam kıp, yani nayet yaxşı, güzel bir insan kıp, kurup çıkış iqtidarı gıço, ege degen bol diyor. Yani bir adam, men zat yaxşı adam buluşum gerek dese, o çokum yaxşı adam bulalaydı. Yani yaxşı işini qilish orqali, yaxshi axloqli bo'lish orqali, yaxshi narsani o'rganish orqali o'zi yaxshi odam qilib chiqa oladi degan gap bo'ldi. Agarchi yuqorqi oyatniki mazmuni bo'yicha vaqad xaba man dassaha degan oyatga asosan bir inson men yomon odam bo'lim desam-chi, bu yomon ishni qilish orqali, yomon narsani o'rganish orqali yomon inson bo'la oladi degan gap. Ama biz bu şu bütün kuplarımızda Allah hidayet kılmayan kişinin hidayet kılışı yok, azdıgan kişinin hidayet kılışı yok hep işte deydi o sen efendim? Onu kim demesi mi? Hem de doğrucu aslında. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yuzilhu fela hadiye leh degan kelimeler Kur'an'ın özde başının özellikle İnna Allah la yastahi en yadriba mesela ma ba'uzatin fema fawqaha degan oyatning oxirisida yuzillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseera degan oyatlarda shu nim qilindi. Bu nim degan bo'ldi desa, xo'sh. Alloh taolo bir insonni agar o'zi bevos hidoyat qilgan bo'lsa, uni hech kim azramaydi. Nima uchun? Chunki Alloh hidoyat qilgandan Allohda bir kuch qudrat egasi bo'lgan zot o'zi uni hidoyat qilgandan uni boshqa odamniki ozdirishga kuch yetmaydi degan. Bir adam Allah azdıgan bolsa, onu hiç qanday adam hidayet kılamaydı. Çünkü Allah qilish yo'qadi, hech kim onu qilmaydi. Onu buzamaydı. Bu yerki mesele nima desa, Allah qilmaydi unda qilishni degan bo'ldi oxirgi maqsad. Bir odamni hidayetlash va uni xato yo'lga yetaklash Allohning ishi emas degan gap. Yani dünyada misal yaxshi yomon ish qilib ba'zi inson yomon odamlar misal keyingi vaqtda yaxshi odam bo'lib ketgan aydan ishlar bor-ku. Undaqda hozir qilmish shu oyatlar bu sinoq uchun yaratilganligini, insonning yaxshi yomonlik qilish iqtidori va tanlash ixtiyorligi borligini, shunda yaratilganligini deyishdan birga ham Allohninki hidayet qilish va ozdirishdan iborat xususiyati ikkisi zid kelib qoldi ekanda, bizning hozir qadar tushungan ishimiz shu. Albatta. Hozir sizning tushunishga qaragan chaqda Allah
qilalaydi degan yani Allohning qudratini namoyon qiladigan ifoda ekanda bu. Albatta, mushu Yüzlü. xolis ani qiladi, xolis mani qiladi degan oyatlar emasmi? Başının hammasi Alloh taolo agar xohlaydigan bo'lsa, u ishni qila oladi, ammo shuni qilmaydi degan gap. Aslida. Balki Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u degan oyat var bu. Şunu deb turib duo qiladi insonlar misolda Alloh taologa. Yani xalqan kishiga Alloh taolo podshohlikni bera oladi deb, Xudo sen bizni xohlab podshohlikni bersan degan gap ham mana shu vaqtida. Ammo xolis shuni qila oladi, lekin Allohning ishi emas u degan gap bo'ldi. Ash oyatning oxirisida Fastajaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amilin min zakarin aw unsa degan oyat var-ku. Ashqulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha va tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha bi yadikal khayr degan oyat oxirisida Fastajaba lahum degan oyat var. Alloh taolo uni ijobat qildi deb tarjima qilib qo'ydik. Unda emas. Alloh taolo shu gapga, shu duo naskerakka javob berib nimdi dedisa, kim qanchalik ish qilgan bo'lsa, shuni ko'radi deb javob berdi. İşlesang ishlaysan degan gap bu. Bir og'iz gap. Subhanallah. İşlemay turib, o'ng'isi yetib, men duo qilib nemish qotsa degan gap bu. Ishla degan gap bu. Podshoh bo'lg'ing bormi? Podshoh bo'ldigan qarta ish qil. Men unda tilamayman, dunyosini yaratib qo'ydim, hamma narsani to'liq qilib yaratib qo'ydim, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan kitobni berdim. Endi sen yana nima men unda tilaysan degan gap. Ama nim tilsang beraman degan nimaga men akilib shuda dedi ba'zan sahobalarni o'rnak kelib tabliğlar shunday so'zlagan muballig'larning tabliğlar bo'ldi-ku. Hatto eshigimdan qamus tushib ketsin Xudoyimdan tilaydim degandek ayollar bo'ldi-ku. Ularniki e'tiqod qilayotgan Xudosi Qur'onda o'zi Allah o'zi tasvirlagan biz hozir to'nayotgan Xudoga o'xshamaydi. Bularniki e'tiqod qilayotgan Xudosi xuddi oqisida menayotgan bir chaka. Qas chiqarish uchun doktorga berib bergan bir chakani tasvirlab olganda Xudoga. Bunday emas bu. U yerda Alloh taolo nima deydi desa, Rabbana atina fid dunya nurg'un Qur'oni Karim nurg'unligan cheklangan duolar bor-ku. Masalan, Rabbana atina fid dunya hasana degan duoning o'zimi cheklangan duolar. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar deganning oxirisi nima bor? Ulaik lahum mimma kasabu degan oyat bor. Mana beshinkisi Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati nima? Va ma lahu fil oxirati min xalaq. İkinci cümle Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar degan oxirsidagi nimani oxirsidagi javobning o'zi nima deydi Alloh taolo esa Ulaik lahum mimma kasabu deydi. Bu duaniki tercümesi nima desa, Xudo dunyo va oxiratni menga yaxshi narsani bersang, uni qilsang, buni qilsang, oxirat jannatni bersang, mal dunyoni bersang degan maqsaddagi bir duo endi. Alloh taolo oyat nima deydi? Ulaik lahum mimma kasabu. Aşı devatqa odamlarga meniki bergan javob deydi Alloh taolo. Va ishi qarta bo'ladi hamma ishlaydi. Bu Rabbına degan bu dua degan kichik vaqtimizdan tartib o'rgangan buni duolarimizning ichida eng ulug' bildigan shunda yaxshi bir duo deb tushundim. Shu nemaning zamonasida Peygamber Aleyhisselam peygamber buluşunun aldıda Mekke müşriklari İbrahim'in dinida biz deydigan emasmi onu? Medinedeki Yahudilar mesela hemmisi şu İbrahim'in dinida mesela o'zi Musa'nın dinida, İsa'nın dinida deydigan undaq holatda ular keyingi vaqtda Xudoga mesela men necha qatim ko'rsatib bo'ldim buning o'zini. Ma'vu Tevrat İncil'deki Tevrat va İncil'dan iborat ikki kitobmuş shu. Birleştirilganda bunu konu ehdi, yeni ehdi emas bor. Şu yeni ehdi degani hozirgi shu bizdagi Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah degandek andagi ma'valqi Hidoyat sharh qoidalar bor. Xo'sh. Keyingi zamonlarda insonlar ijod qilgan dil. Ashning qo'sh narsalar u yeni ehdisi, Tevrat, İncilning yeni ehdisi ashnga o'xshaydi. Uning nima deydi desa,
ay görüp an dua kılıp, may görüp mandak dua kılıp İsa Aleyhisselam nurgun nesini kıp begenge okşaş. İsa Aleyhisselam akısı kelki Markus Yuhanna'nın özü o İsa Aleyhisselam mucize gösterdi degendeki ulama hem de İsa Aleyhisselam'ın yolda menip atkan ulum karamet göstergen bulupçu. Ha Müslümanlar karamet göstergen bir karamet gösterdigen bir gepleri var mı? Aşağıya kelgen neslenmesi misal. Demek ki bu yerdeki nesli modası aşk kitabının hemmesi de aşıla öz vaxtida dua kılıp ketken. Beka yetip yitila Xudayım berse, ön alıp tüküp berse, o yep yazsa. Onun için Avrupa aşının derdini neçe 100 yıl tatkança. En ahırgı verip toktaptı bu özümüz yetip özü Xuda dua kılış ver işini bitmeydi ki Allah kıpmaymaydı ki bunu. Dep özümüz kılışımız gerek ki dige vakit terakki kalmayı. Hem de Müslümanlık ötesi Müslümanlık Peygamber Aleyhisselam zamanısında hem işini yüzü kılan. Eğer dua veren iş bitirgen iş olsa Peygamber Aleyhisselam yastıkını igiz koyup durup biraz duanı kılıp koyup hem işini bitirgen bolattı. Uruş meydanları böyle kol kanap, dişleri düşüp ketkiçilik, başkaları sıkışıp, hendek olayım da kosak taşını teyen koydurup hendek olap, keç gündüz işlep, Peygamber Aleyhisselam'ın neyimiz olur mu? Ondaqda dua ibadetinin jilik ediğini ne de düşünemez. Duanın içinde hem dua, hazır dua kirip gitip kaldık bu ama iblisindeki şeytanlık fikirimiz etçi. O ayrım bir mevzu aslında. Onda olsa tamam bu sual bir şey de koydu. Bayan kirip gitmez. Dua doğruluk məhsus toxtalsak oldu bir günü. Tamam işte kıldı. Çünkü bu zaten dedik ya bu bir tokunak jiptin içinden çup çıkıvatkan bolgan eken kayını taşsak onun bir çok tokunak vardı tartışmalarga. O birisel münasebet kirolarımız yukarı. Onun çirsek yana verden çirit yamjan çıktı falan çıktı. Menimce şu dua kadar dua hakkında məhsus toxtalgancha koyup koydu. Allah Teala bizge buyurgan, bizni qilishga buyurgan dualar var. Qilish mani qilsanglar mening javobim ma'vu. Nimda meni tilaversizlar degan dualar var. Nima degan yerlar var. Yaxshi ayrim o'rganadi. Ayrim o'rganadi. Xo'sh undaqda shaytonning babini deb kelmoqda. Hem bu yerde yukarıda Adem doğruluk toxtalgan vaqtimizda Ademni Allah Teala layıkını yaratıp onu dekin özü onu nesil kaldırış arkalık dünyaya müşnak köpetken ve insandaki vücuduga Allah Teala yaxşı işini kılalaydigan, yama işini kılalaydigan bir iktidarını yaratkan. Yani insan halis yama işini kılalaydı, halis yaxşı işini kılalaydigan bir özü iktidar bar degan gap. Hem de şu iktidardan yama işini qilmay, yaxshi ishni qilmasa, o'zini saqlab qolgan bo'ldi. U odam nijot topadi degan gap. Uni o'zi yaxshi ishni qilmay, yama ishni qilgan vaqtida bo'lsa, vaqat xaba mandasa. U o'zi ziyon tortilgan insonlar bo'ldi degan gap bo'ldi. Ya'ni inson o'zini haqiqiy bir inson qilib, haqiqiy bir hozir dunyoda masalan biz nayt oqida qilib qolgan bir millat bo'lib qoldik. Aldık ötümüz isek öte alaydıgan mındaq iqtidar bizde bar degan gap. Şu laqad xalaqnal inson fi ahsan taqvim degan şu ayetning o'zida. Hem de bu yerda iblis kelgan nima shayton kelgan vaqtda desa buni men ikkital oyatning o'zini jiqga bu shayton to'g'ri 70 tal oyat bor ekan. Buni men ikkital oyatni keltirdim. Sura Yusufniki 5-oyatida Estağfirullah قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Degan mush oyatning o'zida Yusuf alayhissalom bir kechasi tush ko'rib, tushining o'zini nimada dadisi Yaqub alayhissalomga so'zlab berdi. So'zlab bergan vaqtda Yaqub alayhissalom: "Ey o'g'lim, sen bu tushingning o'zini qarindoshlaringga demagan. Ular sana bir yamanlık qilib qo'yishi mumkin. Inna şeytan lil insani aduwwun mubin. Çünkü şeytan azg'unlik ma'ni o'zini ne qo'ysak oldu. Azg'unlik inson uchun up-ochiq dushmandir deydi. Ve şeytan inson uchun up-ochiq dushmandir deb tarjima qilib Nurg'oyatchi.
Şeytan insan için upuçuk düşman degan vaqtingizda insonning sirtida, ya'ni insonga dushmanlik qiladigan bir maxluqning o'zini ijod qilmoqlik ma'noda. Ama bu kelimenin öz yo'lisi şeytana, yu şeytanu degan kelimadan chiqqan bu azmaq degan ma'no chiqdi. Bu yerda inna şeytan deganning o'zi ezish, insonning ezib ketishi inson uchun dushman degan gap bo'ldi. Her insondagi ezib ketish, insondagi vujudidagi ezib ketish nimasi insonga o'ziga dushman bo'ldi degan bo'ldi deydi Alloh taolo. Yana Yusuf alayhissalomdagi voqealigini biz hikoya qilib ma'no devordi. Yani muşerik şeytan diyen kelimini Allah Teala yana Sure Yusuf'un 18. ayetinde veca'u ala kamisihi bidemin kezibin qala bel sevvelet lekum enfusukum emra fesebrun cemil vallahul musta'anu ala ma tesifun diyen ayette ölen tesvirler vardı. Keyin Yusuf Aleyhisselam'ını apırıp kuduk taşlı ötüp köynüğünü bir özü böğrünü tutup onu öldürüp kanını sugap Yaqub Aleyhisselam'ın qışığa keldi. Kelgan vaqtda Yaqub Aleyhisselam nima deydi desa, "Bel sevvelet lekum enfusukum emra." Belki sizlarga sizniki nafsinglar ashundaq qilishning o'zini yaxshi ko'rsatibdi. Fasabrun jamil. Buni men chiroyli sabr qilaman. Alloh taolo siz deyotgan narsaga narsa to'g'riliq menga Alloh yordam qiladi deb buni deyordi. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda yuqorida şeytan, azg'unlik deb bayon qilgan oyatning o'zida, ikkinchi oyatning o'zida nafsi deb bayon qilyapti. Ya'ni yuqorqi fa'alhamaha fujuraha va taqwaha degan ikki kelimani Alloh taolo bu yerda tafsil bayon qilib, nima deydi desa, insonni yaxshilik qila oladigan iqtidorning o'zini aql degan bo'lsa, aql bilan tasvirlaydi nurg'u yerda yomon ishni qilish xarakterini cho'digan vaqtda nafsi, ya'ni nafs shayton, nafsning ezishi degan gap bo'ldi-da mana bu vaqtda. İnsondagi vujudidagi aqlning oqisiga kirmay yoki Alloh taolo ko'rsatgan yo'lda mangmay u inson o'ziniki nafs xohishniki oqisiga kirgan odam ozodi degan gap bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, insondagi yaratilgan nafsi bilan bu o'zi aql ikkisi bir-birisi qarama-qarshi narsa. Aql insonni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Uning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda aqlni ishlatmamsizlar, tafakkur qilmamsizlar, oxiratni o'ylanmamsizlar deganga o'xshash o'zi nurg'u yerda shunday o'zi oyatlarni keltirdi. Bu o'zi bilmamsizlar deganga o'xshash. Net 100 yerda bor bu oyatlar. Hem bu ezish aqlchiyo degan vaqtda buning o'zini xatolikni saqlanmamsizlar. Xatolikni saqlanish ezishniki qarshisi bo'ladi endi. Shuning uchun bu yerdagi shaytonni Alloh taolo insondagi shaytonni nima tasvirlayapti desa, nafsi tasvirlayapti. Ya'ni insonning nafsi, ya'ni boshqa oyatlardan bor, "Va ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su." Yusuf alayhissalomniki degan so'zida men nafsimni aqlamayman, chunki nafsi insonni yomonlikqa yetaklaydigan narsa deydi. Demak, bu yerdagi insonning vujudiga o'rlashgan, insonni yomon yo'lga yetaklaydigan, inson ozdiradigan narsa nafsi degan gap bo'ldi. Nafsning ezishini bu yerda Alloh taolo nima deydi desa, shayton deb o'zi bayon qilyapti. Ozg'unlik deb. Ya'ni bir odamni shayton ozdiribdi degan bo'lsa, u vaqt nima bo'ldi desa, u odamni ozg'unlik ozdiribdi degan gap bo'ldi. Bu adamın o'zini ezib ketishi, bu adam xato yo'lga boshlab ketibdi degan gap bo'ldi. Bu haqda shu birinchi insonlarning bo'g'isi Adem alayhissalom haqida shu sura Baqarniki 36-oyatida fa'azallahuma shaytanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Shu oyatning o'zi deydi, bu Adem bilan Havoning o'zini, yana ayolini aytmamda boshqa Tevrat İncil'de Havo deb oladi-ki, Qur'onda ismi yo'q, odatda ayoli deb bor. Ademni ayolining ikkisini o'zini ozg'unlik. U nima fa'azallahuma shaytonu anha. U jannat niyaligi bog'chida
daraxtniki mevasini yeme degan o'zi Alloh taolaning buyrug'icha nima qildi? Taydiryapti. Taydiryapti deganning o'zi yo'ldan chiqaryapti. Ozg'unlik o ishning o'zini yo'ldan chiqaryapti degan gap. Fa'xrajahumma mimma kana fi. Shuning bilan o ishni ular turayotgan halqi bog'chidan chiqaryapti. Shu jinoyat. Yani Allah Taala jinoyat o'tkazganga chiqqan bog'chidan deb o ishning o'zini shu turayotgan bog'chidan chiqaryapti degan gap bo'ldi. Shu vaqtda bu yer nima bo'ldi desa, odam bilan havoni ozdigan narsa o ishkisdagi ozg'unlik. Vujudidagi ozg'unlik o ishkisini ozud degan gap bo'ldi. Shuning uchun Odam alayhissalom keyin tavqa vaqtida nima deydi desa, Rabbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin degan oyat bor. Nima degan gap bu desa, Xudo bizning tövbimizni qabul qilmasang, biz o'zimiz zulm qildik, biz ziyon tortib ketamiz. Bizning tövbimizni qabul qilsang deydi. Bu nima degan gap degan vaqtda Odam alayhissalom o'zi ezib, ishni o'ziniki ozg'unlik sababidan qilganligini e'tirof qilganlik degan gap bo'ldi. Sirtdan bir narsa kelib Odam alayhissalom ozdigan emas, Odam alayhissalom o'zining vujudidagi ozg'unlik uchun Odam alayhissalom ishni men o'zim ezib ketib qildim deb ustiga oldi degan gap. Shu bu dunyoda bir odam xatolikni o'tkazgan bo'lsa, hech bir zaman başka bir narsaga o'z yolg'iz ozgan bo'lsa, başka bir narsaga otib qo'yishga hech qanday o'z haqqi yo'q degan gap. Ya'ni bu hozirgi deyotganimiz bu insondagi o'zidagi ozg'unlik. Ozg'unlikni Alloh taolo shaytonni ikki turda tasvirlaydi. Hozir tövende yana bir turning o'zini deymiz endi. Bu sizlarga ikki savol majbur bo'lib qoldim. Biri bog'chi deb olib qoldilar, jannat deb tushunib keldik hozir qadar. Bu haqda bir izoh lazım. İkincisi onu ozdigan narsa o insanın işide asli yaratılışıda bazı narsa olgan bo'lsa, sirtda kelgan narsa emas. Onda sen benim işte yaratıp ko'pkensen demepti ya. Bu dünya halkı imtihan dünyası olgaçqa imtihan degende hamma ishni qila oladigan bo'lish kerak bir odam. Faqat bir poyezdni relisdek bir yerga sepib qo'yilgan o'sha yo'lga mangasa deb qo'ysa, u vaqtda imtihan bo'lmaydi. Misal bütün kainatni Alloh taolo yaratgan vaqtda bu narsaga Qur'onda bor osmon jismlari hamma narsa, misal dal-daraxtni tortib qushlargachilik, bütün hayvonotlar hammasi Alloh taologa sajda qildi degan oyatlar bor-ku. Xo'sh. Secde kıldı diyenlerin özü tabi kanuniyetini devadı Allah Teala. Tabi kanuniyet diyen neymi diye vaxtda bizim tabiitimizdi mi? Mesela bizim tuğuluşumuz, yaşımız bu dünyada, qeyrişimiz, ülüşümüz hemiz mecbur, hiç kaçan biz onu tanlayamayız. Allah Teala yaratkan kanuniyet boyunca manımız. Ama bunun içinde biz anı yemdik, mani yemdik. Yani halalını yemdik, haramını yemdik. Yaxşını kılamdık, kılmamdık. Bu iqtidar bizde var. Yaxşılık kılalaygan iqtidar, yamayışlık kılalaygan iqtidarın bizde boğanlık için Allah Teala muş iqtidar ve yaratkanlık içinler bizni o yerde imtihan kıladı. Ama bizim qeyrişimiz doğruluk. Allah Teala hesap almaydı. Nemiş qeyrip kettin dep hesap almaydı. Nemiş öldün dep hesap almaydı. Nemiş öldün dep hesap aldı. Ama nemiş öldün dep hesap almaydı. Nemiş sen Uygur olup tuğuldun, nemiş sen özü İngiliz olup tuğulmadın dep hesap almaydı. Çünkü bu biz tallaydigan narsa emas bu. Xuddi shunga o'xshash bütün kainotdagi narsa masalan o'simliklarmi yerdan unidi, cho'ng'iydi, bir kunlarda u yo'qnab, bir kun yiqilib tushib, u o'ladi misolda. Ashu o'siyotqini bizniki ashunday tug'ilib, cho'ng'ilib, qerib, o'layotganimizning hammasi nima desa, Alloh taolaning sistemasiga bo'ysunganlik bo'ldi bu. Bunu Allah Teala secde kıldı hep bayan kıldı. Ötken daha topta şundak yapıldı mı ki cevap verişki vaktim bulmaya keyin ötketkenlik yapmadım. Bu yerdeki secde kılış nime dese Allah Teala'nınki tabi kanuniyetiga boysunuş. Onun kafir olsun, Yahud Nesara olsun, Müslüman olsun hem bir insanın tabiati o tabi halde boysunudu. Onun boysunma hiç kandak adamda mümkün emas endi.
Hem insanda boysunmaydigan narsa nima degan vaqtda boysunmaydigan narsa insonniki kallası, aklı bu yerde. Artık bergen aklı var. Xiyali. Andakin insanni nima qildi Alloh taolo aqlni bergandikin ixtiyorlikni berdi. Erkinlikni berdi. Shundaqmi yoki? Xo'sh. Agar inson faqatla to'g'ri ish qilgan ish qilgan bo'lsa, uningga hech bir zaman u imtihon chiqadiq kerak yo'q. Faqatla yaxshi ish qilgan qilib qo'ygan bo'lsa, u imtihon chiqadiq kerak yo'q. Yoki yomon ish qilgan qilib jahannamdagi ferishtalarga o'xshash urib ashak bo'lgan ahl do'zaxlarni urib qiynaydigan qilgan yomon shu ashtaq ishni qilganlik qilib qo'ygan bo'lsa-mu, u vaqtda bizga hech qanday o'zi imtihon bo'lishga hojatsiz. Nima uchun Alloh taolo shuning uchun yaratib qo'ydi bizni degan gap. Ammo biz yaxshi ishni qila oladigan, yomon ishni qila oladigan bundaq yaratganlik uchun Alloh taolo bu ikki ishning orasida uning ustiga bu ishni qilamdik, qilmadik, hammasi bizniki gapimizga tushgan, ixtiyorligini bizga berayotgan ish bo'lganligi uchun buningga Alloh taolo bu yerda bizni imtihonni buningga nima qiladi degan gap. Bu shunday imtihon oladi degan gap. Hem aşı Adem Aleyhisselam öz vaxtida muşu xalığanlığın yanla fakat muşunu qılmanglar degan birlam, muşunu yemanglar degan narsaga qilib, yani şu yerdagi tanlashda aşını tanlaganligini ixro qildi da hisobda. Ixro qilgan gap. U bir tarafdan ixro qildi, yana bir tarafdan Alloh taoloniki sinig'idan o'tdi ayda. İnson deganni ham bir u yerda hali yashagandan keyin, masalan, mayli 10 kun yashasin, mayli 1 yil yashasin, shu yilning ichida uzun mezgil yangi degani yeb, yemang degani yemay, bunda itoat qilib keldi-da. Keyin yemang degani yeb salgandan keyin ham itoatni qilmaydigan, qiladigan iqtidorning borligi aniq oshkor bo'lgandan keyin, keyin asnafni o'tmay chiqamaydan o'zing o'zing boq degan gap bo'ladi. Tushunish bo'ldi. Ikkinchisi ma jannat degan so'zning o'zi bu dunyoda texi dünyanın hamma yerinde xalqlar o'zi biz hamma yerni aylanib bo'lgan bilan insonlar butun dunyoniki hech qanday bir yeri qolmadi hozirgi vaqtda aylanib. Ammo dunyoda hech qanday jannat yo'q. Bir, ikkinchi birisi koinotning ichida jannat bo'ldi degan taqdirda qiyomat bo'lgan vaqtda butun koinotning o'zi vayron bo'lib, faqat Alloh taolaning arshi qolib qoladi. Arshning yerida jannatmi qolib qoladi, 8 ta jannat bor, shu qolib qoladi degan oyat bo'lgan bo'lsa edi, o vaqtda biz o cennet baki qilib qoldik deymiz. Demek ki Allah'ın erişisinden başka hem neyse hüküm talqan bo'lib ketgan bo'lgandan keyin bütün kainat demek ki cennet yok hozir degan gap. O'tgan qatamda do'zax hozir yo'q degan gapni qilganlar, shunga isyon qilgan bo'ldi. Demak, mazmun mishad yana o'xshash chiqdi hozir. O uiddat lil kafirin nimalqi nima nima cehennem degan qoladi. Nim yaxshi ish qilganlarga jannat va'da qilindi degan oyatlar bor-ku. Va'da qilindi deganning o'zi, men va'dani berdim, sizlarga ashunday jannatni yaratib beraman qiyomat kuni degan gap bu. Jahannamning o'zi tayyor qilindi degan so'z, tayyor qilinib bo'ldi degan ma'nodagi oyat o'chu aslida. Kelima. Filmaz deydi o arabchada, o'tgan zamondagi. Bu Arapçada bir gramat qoidasi var. O nima degan vaqtda keldigan zamonda muqarrar bo'lgan narsani bu bo'ldi, ya'ni o'tgan zamonning fe'lini keltirgan bunday qoida bor. Shuning uchun o'zi keldigan zamonda jazman uni men yaratib, ahl do'zaxni shu do'zax solama. Men jahannam tayyorlab, men shunday shaklda bo'ladi. O jahannamga men ahl do'zaxni solama degandikin Alloh taolo Allah'ın vəədisi onu yaratıp saldıqanlığı aniq degan gap bo'ldi. Lekin hozir bor degan ma'no chiqmaydi. Mesela Qur'oni Karim jiq bu. İza şemsu kuvirat. Mesela, iza şemsu kuvirat. İza şemsu shaqqatmi shunday oyatlar bor bu. Genellikle cehennemni to'ldiramiz deb bor masalan. Şunun qarab bu tayyor bir cehennem bo'lib, uning kengligini. Demak, shuni to'sh qazgan bo'lsa, Xudo maqtaning vazifalarini adam icra qiladi var mesela manşil birsan adamdan o'ttirib biz birsan adamni manşillik kesimiz degan pas shuning uchun o'xshab ketadigan bir gap kim bu deb o'ylaydim. Hozirgi gapdan qaragan chog'da mashargat butun so'roq savoldan keyin qanchalik adam jahannamda bo'ldi, qanchalik adam
nimelik oldu, cennetlik oldu, qanchalik ya lazım degan paytda shu chog'da shuni loyiq yasaydi ekanda Alloh qilganda. Doğru. Hem o da ma dünyadaki hazır yaratılganlıkka şu Big Bang nazariyesi qarsak iş qilib 13 milyard 800 milyon yıl oldu deb başında tasvirlaydiken. Ama 13 milyard 800 milyon yılının aldıda qas dünya vaqti. Bu hazır ma dünyanın özü qancınçı qatimligi. Bunu hiç kim bilmeydi. Bizniki bu dünya kelgan vaqtimiz mush dünyada dünya kelgan bo'lg'achqa Allah Teala mush dünyanın başlanışı şu Big Bang nazariyesi Big Bang çok partlaştan keyin başlanganligini bizga aşının özünü anlatdı. Onu aldıkını anlatmaydı mesela. Allah Teala ezili degandan onu aldı mı yani Allah ba. Onu qandaq kainat qandaq diye mesela de. O veyran bulup onudakin qancınçı qatimliq bu maharet geldi. Hem bu yanı veyran bo'lgan gap bir zaman kelgan vaqt Allah Teala onu deyil Kur'an-ı Kerim'de ve tekunul jibalu kalihnal manfush degan oyatlar var. O kıyamet qayım bo'lgan bütün öz kainat galaksiyalar hammasi bir o'zidan so'qishib qancha milyon milyard yil o'tgandan keyin uning o'zi yana shu mushunga o'xshash bir planetlar dunyoga kelgandan keyin u yerda Alloh taolo hamma narsani o'zini yaratganning o'zini hisobini edib jannat jahannamni shu vaqtida o'zi qildigan gap. Uning o'zini andaq Alloh taolo da nima ilqi plan hammasi yozilib bo'lgan degan gapda ona shu vaqtda. Lavhul mahfuzdamiz xotirini qo'lda. Lavhul mahfuz hamma narsa yozilib bo'lgan. Zamandan alqıgan bo'lgan ekan o zat. O zat uchun vaqt yo'q-da. Allah uchun. Tamam ben şaqıltı qoldim gapni. Demek cennette yani bağça degan so'zdagi ma'noni tushungan bo'ldik. Ondan bu Odam alayhisolamning shu chog'dagi bahoni qilmay ixlo qilganligini tushungan bo'ldik. Xo'sh, davom qildi. Yani bu Sure Bakara'nınki 35'ten 39. ayetigacha arlıqda ve kulna ya Adem uskun ente ve zevcukel cennete ve kula minha ragadan haysu şi'tuma ve la teqraba hazihi şecerete fetekuna minez zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Yani muş ayetinin özde yukarı ayetindeki neymiş şu bunun ne deydi dese zeminde sizge bir mezgil yaşap durgan yer var. Onu da siz ölüp geçsizler yani benim terpim qaytsizlar dep Allah Teala muş nasihatini qilgandan keyin fetelaqqa Adem'in min rabbihi kelimatin fetabe aleyh. Bayqi sözünün ahirisi bu. Adem Allah Teala ögetken sözün bir qancha sözünün özünü esiga aldı deydi Allah mayda. Fetelaqqa degan o'zi. Bir qancha kelimenin özünü özüge aldı. O nima dedise şunun için Adem Aleyhisselam tövbe kıldı Allah Teala'ga. O söz nima dedise huvet tevvabur rahim degan sözünü esiga aldı Allah. Adem Aleyhisselam. Yani bu nima degan bo'ldi desa Adem Aleyhisselam Allah Teala isimlarni ögetken vaqtda isimlar deganda bu yerda ak, eshak, ma qo'y, ma qushqash, ma daraxt, ma terak, ma so'gat degan gapni ögetdi degan gap emas. Adem Aleyhisselam'a yaşaş kanununu öğretti. Yani şu Kur'an-ı Kerim'deki akide ahkam bağı. Hoş. Ani avu halal, mavu haram, mavu özü andak mandak diyen nesli Adem Aleyhisselam öğretti diyen gap. Eğer sen hatalık ötkezsen, mandak özü tövbe kılsa diyen tat öğretkenden keyin Adem Aleyhisselam hatalıkını ötkezgenden keyin nim kıl dediyse tövbe kıldı. Nim için diyen vaqtda iyisiga eğer sen özü hatalık ötkezsen men tövbe kılıma, men sana merhamet kılıma deyip Allah Teala onuga andak vaadini bergen bo'lg'achqa Adem Aleyhisselam bu yerda tövbeni kıldı. O Adem Aleyhisselam iyisi kelgan söz nima dediyse huvet tevvabur rahim degan söz deydi Allah Teala. Yani o Allah tövbeni qabul merhamet kılıp tövbeni qabul qiluvchi degan söz deydi. Demek bu yerdeki narsa nima dese şeytanniki birisi insonniki vücududur kenemdi. Her bir insanın vücudunda insonniki iqtidorning o'zida yama ish qiladigan tarafini nafsi deydi bunun özüne. Nafs xohish yoki nafs şeytanning o'zini Allah Teala bunu şeytan deydi ekan. Ama bu bayqi degan gapning o'ziga yana agar u jannat bo'lib qolgan taqdirda şeytan ayrım bir maxluq bo'lib qolgan taqdirda
o cennetke şeytan kirvasa o vaqtda o cennetniki sifatiga ta'sir etadi o yerdagi narsa. Nima ish qildi shayton o yerda, misol. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biri o cennet emas, onun o'zi bog'chi, dunyodagi bir bog'chi. Ikkinchisi zaten cennet degan kelimani tarjima qilsam bog'chi degan gap chiqadi, boshqa narsa emas. Qiyomat kunidagi jannatmi zaten shunday go'zal bir yer degan gap. Dal-daraxtlar, suv eqib turadigan shunday tasvirlaydi-ku. Her xil meyveler va aslında o'stanlar eqib turgan shunday bir yer deb tasvirlaydi-ku Alloh taolo. Şu shunday bir go'zal yer degan gap bo'ldi. Yani o yerga kirib, o jannatga kirib, hech qanday bir narsa kiramaydigan yerga shayton kirib, odamni ozod degan gapning o'zi hech qanday bir aqlga sig'maydi yana. Bunun o'zi shu ma'noni aytgan vaqtimi, bu jannat emas, dunyoda bir bog'chi Adem Aleyhisselam'ın şu bog'chidan chiqarib o'tib, mana endi sen xalqqa yurib yasha degan bir nimani bayonning o'zini bizga berib atadi Alloh taolo. İkinci şeytan. İkinci türlük şeytan, qanday şeytan degan vaqtda odamiy şeytan. Azdırılgan insanlar, yüz azgın ve başkalarını azdırılgan insanlar. Bulan Allah Teala nima deydi desa? Şeytan deydi bularning o'zini. Ularning boshliqlarining o'zini tağut deydi. Misol. Sura Baqara'ningki 102-oyatida وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Bu ayetning o'zida u Yahudilar وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ozg'un mollolari o'qigan narsaga ergashgan edi. Bu yer shayatin Yahudi cemaatlik yani Yahudi milletiniki yani Yahudi cemaatniki içideki azgın mollalarını gösterdi bu yerde. Azgın alimlerini gösterdi. Azgın alimleri nemi qartarsa Süleyman Aleyhisselam qartar tuğgan narsaga ergashdi. Ergashgan edi deydi. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ Süleyman kafir bo'lmagan edi. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Azgın o'zi Yahudilarniki olimlari kafir bo'lgan edi. Nima uchun degan vaqtda yuallimuna nas sihr. Ular kishilarga sehr o'rgatdi. Sehr o'rgatish kafirlikniki delili degan gap. Sehr o'rgatib kafir bo'lgan edi. Va ma unzila alal malakayni bi Babil va Harut va Marut deganning o'zimi ular yana Yahudilar shu ozg'un olimlari tuqqan Babil'da Harut ve Marut isimli iki perişte düşkenmiş. O iki perişte insanlara bir erkotunun arasında ajraştırılan neslerini öğüteymiş. Öğütüşün aldıda biz sınaldık, sen kafir olma deyip koyup öğüteymiş. Diyen şu hikayenin özünü hakkı okup veriş arkalık. Bu yerde yukarısı sihre, tövendeki cadıgerlik. Bu sihre cadıgerlikinin özünü öğütetti Yahudinin alimleri diyen gibi. Bununla bizdeki kolumuzdaki şu vaqtda minadan bari Xazinatul Esrar degan bir kitap bo'lgan. Acayip Dimitri o'qib ketgan to'g'ri kitobni acayip. Mana shu Xazinatul Esrar degan kitobning o'zida shu oyatni o'qisa mandaq bo'ladi, ma oyatni o'qisa mandaq bo'ladi, ani o'qisa qizlarni ko'ydirib oladi, mani o'qisa yigitlarni ko'ydirib oladi, mani o'qisa erni ajrashtirib oladi degan shu narsa hammasi bojlarmi yoki? Manchiqatdim deb. Meni mo'shuning o'zini nima deydi Alloh taolo desa, jodugarlik deydi. Jodugarlikning o'zi nima desa, kofirlik. Jodugarlik qilgan odam kofir bo'ladi degan gap. Sehrgarlik qilgan odam desa, bu mu kofir bo'ldi degan gap bo'ldi. Shu vaqtda. Yani müşahede ayetinin özde matetlu şeyatin o diyendeki şeyatin şeytanlık köplük türü bu azgınlar diyen gap. Azgın alimler yani şu vaxtdaki Yahudindeki azgın alimleri tuğgan neslerge ergiş arkalık nime Yahudilar ezip ketkendi. Hazır İslam dünyası diyor diye vaxtda İslam dünyası da ne şu Yahudindeki azgın
yani azgın alimleri xalqni azdırğanga o'xshash, yana o'zi shu diniy sohadagi nurg'un o'zi olimlar, o'zi olim deb atilib qolgan maxluqlar hozirgi vaqtda insonlar Qur'onning sirtidagi narsalarni o'rgatish orqali insonlarimizning o'zini, ya'ni musulmon jamiyatini azdirayotganlikqa qarta deyilgan narsa bu. Yani hozirgi jamiyatni tartib qilsak, shunga to'g'ri keldi yani. Yani her zaman yani tarixdan buyon dinni bir payg'ambarga din tushgan bo'lsa, o dinni payg'ambar yetkazib, o payg'ambar o'lib ketgandan keyin bir zaman o'tgandan keyin shunday yomon niyatlik mollalar chiqib, andan keyin xalqni xalta ko'chiga boshlash orqali o'zining manfaati uchun xalqni shunday vayron qilib o'tgan tarixdan buyon. Alloh taolo uni bizga bayon qilyapti. Yani Sulaymon alayhissalomdan keyin chiqqan azg'un Yahudi olimlari xalqni shunday azdırgan. Bu Sulaymon alayhissalomga tushunmagan o'zi to'qib chiqqan, qo'ng'ishaqlar bo'lib beni urib degan to'qib chiqqan shu narsalarni haqqa degan din deb o'rgatish orqali millatni azdırgan degan bo'ldi. Yani bundan ma'lum bo'ldiki, millat xalq o'zi nima mollalar nima desa, to'g'ri desami xo'sh deb o'ltiradigan, xato gapni qilsami xo'sh deb o'ltiradigan bunday bir ishni qilish millatga bir jinoyat o'tkazganlik hisoblanadi millatniki. To'g'ri bo'lsa to'g'ri deyish kerak, xato bo'lsa xato'g'u deb gap qilish kerak. Va dugdib o'ltirib nima desa o'zi uniki degan gaplar ham to'g'ri bo'lmaydi. Yani şu insani şeytanlığındaki hakkında Allah Teala Sure Bakara'nın 14. ayetinde ve izâ lequllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ khalû ilâ şeyâtînihim kâlû innâ ma'akum innamâ nahnu mustehzi'ûn diye ayetinin özündeydi. Ular, yani şu azgullar, müminlerin kaşığı kelgen vaqtda bizmi o'zi iman ettik, bizim mümin deydi. Ular o'zidagi azg'un guruhni kaşığı kelgen vaqtda biz sizlerle birge, biz Allah'ın özüne biz mümin, Müslüman devatkalınca biz mezhar kılıvatımız deydi o. Dep Allah Teala bunu devatıdı da. Yani demek ki bu ayet neymi diye vaxtda özüneki, yani bir adam ben Müslüman deyip durup özünün qeyrindaşlarını mezhar kılan adamlar bu azgın insanlar olur diyen oldu. Sure Haj'daki yani 3. ayetinde ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmi ve yettebi'u kulle şeytanin merid diyen şu ayetin özünü deydi Allah Teala. Nurgun adamlar var. Hiç narsa bilmey turup, Allah hakkında hiç narsa bilmey turup başkalarına özü cedel kılıp başkalarına aşındak özü münazırlaşıp qail qilish uchun aşındak özü nem qilib keladi, tirishchanlik ko'rsatib keladi. Bu yerda. Nurgun adamlar var. Dinden tüzük bir narsani bilmeydi. Onundakin berip taqaltağı qilib onundakin şu dindiga andaq to'rttal hadisni yoki bir oyatniki bir uşaq üzüp epliken o'ziga kerakli yerini o'zini üzüp epliken millatga shunday tunishtirgan shunday insonlar bor. Bu insonlarning o'zi beg'ayri ilmi, buning o'zini hech qachon o'zi bilim bor inson degan bo'lmagan odamlar. Bular nima qiladi? Vayattabiu kulli shaytonin marid. Bular o'zi Allohning la'nati uchirgan azg'ullarga ayishirgan odamlar bu. Ya'ni nurg'un odamlar bizda hozir magapni qilsak, tarixda o'zi bizning oramiz nurg'un diniy olimlar o'tgan. Ham salli bilib ketding buning o'zini. Ha, hech nima bilmadim o. Deyish orqali millatning orasida o'zi halqi boshqalarni e'tiborsizlashtirish. Xudo Xitoydagi nimasiga o'xshash bularniki tutgan yo'llari. Shu bir odamni xalqning oldida halqi Beşting ağsız kuvveti dese şu hiç nima bilmeydi, aqıllı, köp qildi, bu deganda deb şu uniki qimmiga ishni bunun g'ayratlari otib, qap-qara qilib millatga shu ayndaq ko'rsatgan ishlayotchi. Yani şu Qur'oni Karim ashundaq insonlarning o'zini bayon qilyapti. Yani bu insonlarning o'zini azg'un insonlar der ekanmiz. Yani Sure Yasin'deki 60. ayetinde Elem ahad ileykum ya bani Adem Allah ta'budu şeytan innehu lekum aduwwun mubin diyen ayetin özü mü? Men sizlerge
Adem balları ben sizlerge azgullığa ergeçmen demedim mi? Bu azgullar sizler için uçuk düşmandır. Bu yerdeki nersini biz enik bilişimiz gerek ki biri insanniki vücududaki insanga bir nersini yaxşı gösteriş arqılıq yoki bir narsaga havas qilish orqali insonni o'ziniki ichidagi his tuyg'u ozdirganligi. Ikkinchi birisi desa atrofidagi aloqani devagan insonlar, ya'ni yomon insonlarni do'st tutish orqali yoki shuni oqsiq kirish orqali insonlar ozdirganligi. Ya'ni shayton, ya'ni ozg'unlikniki mush ikki tal yo'lining borligining o'zini bayon qildi. Bizda bir gap bor-ku, qozonga nima qilsang Qozonga yo'qsan qarisa, yamonga yo'qsan yarisa. Mana naq ashu ayat. Nima ashu nima? Maqol tamsil. Naq keladi. Yana alqi do'sting qog'oz yeshing po'q degan bir gap bor-ku. Shunday. Naq ashunda gaplandi. Demakki, insonlar do'stlikqa vaqtida, "Voy, men to'g'ri odam bo'lganda ekan. O unda qadamni orsiq borsam hech nima bo'lmaydi" deb unda qilmaslik kerak. Nima uchun degan vaqtda bir qatam, ikki qatam bag'ajab ta'sir qilmasimi? Uzun mezgil arilish jarayonida uni o'zimizniki yaxshi o'zi maydoniga akirib, yaxshi odam tarbiyalab chiqib ketish ko'zimiz yassig'i mayli. Lekin berib asta-asta o'g'ni qilgan ishlari ko'zimizga chiroyli ko'rinib, andaki shuniki yo'liga kirgadigan ash o'qib qolsa, bu vaqtda o'zi shu ozg'un insonlarning oqsiga kirgan bo'lamiz, shuni bilan o'zimizmi ozimiz degan gap. Bu yerde xuloslab Allah Taala nima deydi desam, şu insonning vujudidagi, har insonning vujudidagi ozg'unlik bilan atrofidagi inson ozdirgan insonlar, insoniy shayton. Nafs shayton bilan insoniy shayton. Bu ikkisining o'zini Allah Taala xuloslab nima deydi desa, 114-suraniki 1-oyatining 6-oyatigachilik Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril vasvasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minel jinnati ven nas deydi. Yani bunun ahiristiki şu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minel jinnati ven nas degan şu ikki cümle xulaslaydi. İnsanın azdırılgan narsa, insanın vücududaki insanın vesvese saldıgan narsa birinci. İkinchisi şu degan vaqtda insanlardan, yani etrafındaki insanlardan vesvese saldıgan insanlar. Adaşa görken memduk. Palane aşında haltı koçuğa başlap mağırgan insanlar, bu bir azgın insanlar. İkincisi, birincisi insanların vücududaki insanların azdırdıgan, özünü azdırdıgan nefs şeytan. Bunun özünü Allah Teala bu iki neselen xulaslavadı. Bu nefs şeytan bilen insanı, yani nefsindeki azdırışı bilen insanların azgın insanların aksık kirişi bilen nefsinin aksık kirişten saklansa İnsan nimkan boldu dese, yani insanlarını yaratkan, yani müşahede Kul a'udhu bi rabbin nas degan o'zi insonlarning parvardigoriniki, yani Alloh'niki panohlikka yaqinlashgan bo'ladi. Yani inson xatolikdan yiroqlashgan vaqtida nega yaqinlashgan bo'ladi? Allohning panohlikka yaqinlashgan bo'ladi deydi Alloh taolo. Shuning uchun Allohning panohlikka yaqinlashaman degan inson nima qilish kerak degan vaqtida birinchi o'ziniki havai havisiga, nefs xohishiga berilmesi lazım. İkinci birisi dost tutgan vaqtida dostni to'g'ri odam dost tutish lazım. Yani bolalarımizga mu hozirgi vaqtda diqqat qilish lazım. Bolalarga shunday qilib yaxshi odamlarga yaxshi bolalarni do'st qilib qo'ysak, u bolalar bir-birining yaxshiligini o'rgandi. Eskilarni qishga olib qo'ysak, o nurg'un bolalar bunda biz jim turmaydigan, besini beshiga urib qo'ygan, qo'ng'i tip qo'ygan, aşında işini öğrenip geldi balaca öyle. Aşına okşaş yalqı ya tamak çekkenini doğrap koydu şunu ona öyle kip yağaşını ağzına ne kılıp bizne öyle maçta ötken ayında bir işli bulgandı. Ayında qalqı insan degende başka insanın öğündüğün nersi bir nersini. Onun için qalqı yaxşı nersini öğündüğün onun yaxşılığını öğüne alaydıgan yaxşı bir hususiyeti var. Mandak ballar olsa ularni do'st qilib qo'ysak, bolalarimiz demakki yaxshi narsalarni do'stlikni o'rganadi, yaxshi odam bo'lishga yordam bo'ladi do'stniki. Ammo yomon odamlarning orasiga olib qo'yib, undan keyin yomon odam bo'lib ketgan vaqtida bolalarimni men
Şu vaqtda mandaq qilmabdik deb keyin pushaymon qilsak, u pushaymon deganni o'tib ketgan vaqtda to'g'ri kelmaydi. Alloh taoloning o'sha yerda bizga tavsiya qilgani birinchi nafsonlik berilib, nafs xohishga berilib, havoyi havasga berilib ish qilmanglar. Ikkinchi yomon odamlar bilan o'zi yaqinlashmanglar deb mush ikki narsani to'sib oladi bizni Alloh taolo. Ya'ni bizni ozdirgan narsa mush ikkisi ekan. Yani birinchi o'zimizniki vujudidagi nafsi xohishimiz, ikkinchisi esa atrofimizdagi yomon insonlar, eski insonlar. Bular o'zi insonlarni ozdirgan ozg'un insonlar kelgan bo'ldi. Savol bormi endi? Demek şeytan bilen iblis iki narsa oldu ya. Bugünkü dersten İblis ayrım bir məxluqken, Qur'an-ı Kerim'in təsvirləşcə o insanların azdırış xüsusiyyəti yoxken. O zaten gözümüz görünməydi onu ki demisi. O bizim bir yer götürüp mağadan fakat şu öz vaxtında vermə secdesinden başlatıp özünün kibirsi bilen eyiplengen kişikinde o şuna mı? Allah'ken. Şu aşı sebepten o lanetlengen insanlara Allah Taala onu Adem Aleyhisselam'a kitap düşürgen vaxtda şu hadis kısmıga aşını düşürüştük sebepten bir vaxtda insan degan bir başka birisinin ögündiğen narsa emas mı? Şu vaxtda Allah Taala ögünüş üçün itaat qilish ögünüş üçün sen bana itaat mana bu periştler itaat qildi. Sen aşına itaat qilsang, sen bana nicat tapsa deganni ulgu qilib, iblisning o'zini mana mavu itaat qilmadi, sen bunda qilsang nicat topolmaysa deb onu nafratlantirib, bunda qilqi insonda muhabbat nafrat degan narsa emasmi? İkisining o'zini nim qilib, Qur'on shu kitobniki hadis qismiga ashuning o'zini bayon qilgan ekan. Shuning uchun bu yerdagi iblisniki malaiklarniki voqealigi ilahi kitobdagi tunji hadis qismi bo'lib atildi. Undan keyin kitoblarga har payg'ambarning zamonasida shu payg'ambarniki zamonasida bo'lgan bir qism voqealikni kitobga kirdirish orqali ya'ni bo'lmasa Qur'oni Karimda unda aqida ahkam sohasi unda jiq emas-ku. Demek ki bu yerde iblis ayrım bir narsa, onun da faqatla xato yo'lga mang'anligini biz o'zimizga o'lik qilmasaqla bo'lgan, onunki boshqa hech qanday bizga zarar yo'q. Hem shayton kelgan vaqtda o'zimizning vujudida yomon ish qiladigan bir xarakter bor. Shu yomon ish qiladigan nafsimizga berilmasak, ikkinchi birisi atrofimizda yomon insonlar bor. Shu yomon insonlarning yomon ishini o'rganmasak, bu vaqtda biz yaxshi inson bo'la olmaymiz. Alloh taoloning panohligiga yaqin bo'la olmaymiz degan gap endi. O şeytanınki mandalıqa adamның qon tomirining ichida mang'du degandek sifatlar var, bayonlar var da. Bu boshqa o nefs bilan ikkisining farqini tushunsak o'g'irlik. Hamda qon tomirda mang'du deganning o'zi bu qani harakat qilayotgan insonda, yana inson tirik bir insonda o azgın nefsi bo'ladi degan gap endi. Mana shu vaqtda. Eğer qanimiz hareket qilmasa, o vaqtda hech qanday ish qilolmaymiz zaten. Bu vaqtda bizni ozdirgan narsaning keragimi yo'q. Hamda qanimizda mang'adi degan gapning o'zi hayot insonda yomon ish qilish xarakteri bo'ladi degan gapda. Yomon ish qilim desa qila oladi degan gap. Şoňalky insanda yomon ishni qiladigan xarakteri bilan yaratgan bo'lg'achqa Alloh taolo yaxshi ishni qila oladigan, yomon ishni qila oladigan xarakter bilan yaratgan bo'lg'achqa ba'zi insonlar bunda yomon ishni ko'rsam nafratlanmaydi-ku, chunki insonning vujudidagi yomon ishni yomon ishga targ'ib qilib turadigan xarakter bo'lganligi uchun shu xarakteri bilan mos keladi-da u. Şoňa u nim qilmay uni nafratlanmay, ashni qilg'isi keladigan bundaq ishlar insonda bor. İstisnam qanday bo'ladi? Endi şeytan hozir misolan insonga o'xshash ashtaq balları var, maxluqmi yo bu? Yo'q, bu insonning vujudidagi narsa bu.
Ya çünkü mesela şeytanın balaları aldıydı o. Alimler aldıydı. Yani o şeyden gepler. Ha, ya o quruq hikoya undaq. Hı. Hem o Undaq şeytanlıki balları degan so'zning o'zi Qur'onda bo'lgan taqdirda, Qur'onda men undaq narsani esimda yo'q. Lekin bo'lgan taqdirdami shaytonning balları degan so'z ozg'un insonlarning balları degan ma'no chiqadi. Hozir biz shaytonni ikki turga bo'ldik emasmi? Biri ozg'un insonlar, yana birisi insonning vujudidagi insonni ozdiradigan xarakter. Ya'ni. Buni deyapti. Çünkü insan neymiş şeytanın balları diye vaqtda demek ki azgın insanların balları diye ma'no çıkıyor yani. Başka yapıyor. Rahmet. Bu YouTube'dan ko'rayotgan qarindoshlarning savollaringizga hozir javoblashtirish kam qolgan deb o'ylagan savollaring bo'lsa yo'llashtirishinglar. Men bir boshdan so'rashtiray ustozdan. Yani bu yerdeki neyse neymi diye vaqtda meni şeytan azdı diye yani kıyamet günü şeytan atıp koysam kutlumanmiki diye hamxiyonlik qilishga hech qanday o'rin yo'q degan gap. Meni şeytan azdırıptı degan bahani putirib turolmaydi ekan hesapda. Putirib turolmaydi. Bu şeytan azdırıptı degan so'zning o'zimi ozg'unlik azdırıptı degan gap aslida. Balki yakka yegona degan bir gap bor, ikkisi bir gap-ku. Xuddi shunga o'xshash. Şeytan azdırıptı degan shaytonmi ozg'un degan ma'noni bildirdi. Azdırıptı deganning o'zimi ikkisi bir gap aslida. Ozg'unlik azdırıptı degan gap aslida. Okey. Sualınki bayatım biz duaga alaqadar biraz to'xtalib qoldik. Şuna sual mazmunga alaqadar nahmadan tushgachga biraz keyinga qaytadigan bo'ldik. Mesela dua bo'lsa ojizlikni ifodalash, dua bir orzu, bir nishon, o bendilikning tamg'isi, lekin dualarni Allohga faqat amalda ko'taradi deb bir qandishimiz. Qo'shilamlar. Dua qilishda Alloh taolo bir narsani orzu qilsa bo'ladi. Alloh taolo masalan vatanning ozodligini orzu qilamiz, masalan nurg'unlarga yaxshi qilishni orzu qilamiz-ku. Orzu qilishga bo'ladi, lekin orzu qilish orzuni qilib qo'yib lekin Xudoga dasmini sep qo'ydim, endi men ish qilmasam bo'ladi. Deb at sözümüz bo'yicha ujum pish og'zim pish desak bo'lmaydi. U bo'lmaydi degan gap. Okay. En yaxshisi bu Qur'onda bizga ta'kidlangan duo, masalan Sura Baqaraning oxirisida Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana va la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna alal qawmil kafirin degan oyatning duoning o'zidimi Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana degan jumla oyatchi. Bir odam masalan men namoz o'qidim. Namozni o'qib bo'lgandan keyin duoni, ashundaq duoni qilamizda, misol. Duo qilib nima desa, Xudo mush namozimning o'zida xato qilgan yerlarim bo'lsa, yoki bo'lmaydi, unutib qolgan yerlarim bo'lsa, meni kechirgin degan ma'noda keladi. Allah. O duo nimani namozni o'qib, ikki rakat namozni o'qib lekin Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana bir soat Xudoning tilga tursa, u to'g'ri bo'lmaydi. Biz ibadetning o'zini, itoatni qarshiliksiz hech qanday bir narsa kutmagan asosda Alloh taolo shuni buyurdi, men u Allohning buyrug'ini cho'qim ijro qilishim kerak. Mening vazifam bu degan asosda qilishimiz lozim. U vaqtda bo'ladigan narsa. Itoat shunday narsa. Bu yerda men ma'ishni qilib berdim, Xudo ikki rakat namoz o'qib baytayotgandek men ma ikki rakat namozingni o'qib berdim, men berganni bermamsa degandek bunda duoni qilish bu to'g'ri narsa emas. Şoňa Qur'onda nurg'un yerda ashunda qilqi burunqi shu payg'ambar alayhisalom zamonlarida qilingan duolar o'qishqa, ash duoni qayta dugizib turib payg'ambar alayhisalomga undan uning javob ma'vo deb bizga ko'rsatgan o'zincha. Bu duo to'xtalgan vaqtda uni ham tafsil deymiz. Tamam. Ashta qildi. Chunki duo hozir yana bizning ibadetlerimizin işte naati salmak yuqori şu. Yani duasız yaşamayımız biz şu.
Ayda boğaçta duanı bir ügünül zaten. Hı. Sualın devamı olsak, şeytan degen geptiki, cin şeytan degen geptiki, cin iblisne şeytanı köstü dep düşünsek bolamdı dep bir sual çıktı. Hem de cin şeytan degenin özü, bu yer cin degen köz körünmeydigan narsa degen gepçi. Şeytan degen azgınlık degen gep. İkisini birleştirgen vaqtda köz körünmeydigan insan azdırgan narsa degen ma'no çıkdı endi. Bu yergi narsa. O nima degan vaqtda Alloh taolo Qul a'uzu bi robbin nasniki oxirsida minat jinnat va nas debdi-ku. Aşının özü insan özünün his tuygusunu yüz göremeydi. Aşının qaratdı Allah taolo onu. Yani cin şeytan degenden insan özünün his tuygusunu yüz göremeydi. Şu köremgan his tuygunu Allah taolo cin şeytan deb bunda öz bayan qildi. Vaqti malaiklar qatarki şeytan emas, nima cin emas bu. İnsanın vücududaki insan köremeyganı cin degan perdeleklik yoki bir perdening oqistiki narsa demak yo'q edi. İnsan köremeydigan bir narsa degan ma'nodagi narsa bu. Tamam. İblis jinlardan bo'lgan bir mahluqning ismi, xuddi Ahmet, Mehmet, Samet degan o'xshash. Şeytan bo'lsa, mayli jinlardan bo'lsin, mayli insonlardan bo'lsin, to'g'ri yo'ldagilarni tiyildirishga, ozdirishga harakat qilgan jindan, insondan bo'lgan mahluqni ko'rsatdi desak bo'lamdi. Yo'q, u ayrim mahluq emas, o şeytan. Voy deganga o'xshash. Şeytanı ikkiga bo'lib tushundirdik. Biri insonning vujudidagi, ya'ni har bir insonning vujudidagi bir xarakter, yomon ishga insonni o'zi targ'ib qiladigan bir xarakterning o'zini deyotdi. Nafs shayton deydi buning o'zini. Ikkinchisi nima desa, atrofimizdagi insonni o'zi yomon yo'lga yetaklaydigan insonlar, ya'ni mana shu vaqtda. Qimoqxonaga boshlab mangadigan, arg'ichliga boshlab mangadigan, har qanday insonlar bor dunyoda. Muşundaq insanlarını devadı. Aş insanlarınki azdırış karakterini devadı Allah Taala. Nefsini aklının karşı tarafı desek, akıllık adamın nefsi bolamdı, bolmamdı. Yani akıl bilen nefsi çıkışalmaydı dep qarsak, akıllık adamın nefsi bulmaydı desek, şuna düşünüş bolamdı depti. Yo'q, unda da düşünüşün keragi yo'q. Ama adamın nefsi, akıl ikisi birga bor. Ama her qanday bir adam nefsini kontrol qilib, akıl bilan ish tutmagan vaqtda najot topadi degan gap-da bu. Başida deb o'tdik-ku, agar faqat aqlni verib Alloh taolo nafs xohishni bermagan bo'lsa, insonning hech qanday keragi yo'q. Faqat yaxshi qilamiz deb vaqtida. Shunday qiladi. Shunday bo'ldi. Ma'balaqi oq qog'ozga bir narsa yozgan bo'lsak, uni istiklam saqlab qola oladigan ham ochiq ko'rinadigan bo'ldi ekan, ham suzuk bo'ldi ekan. Ammo koni burun yozilganini o'chirib tepsiga yozgandan keyin burunqisining yuqi va keyingisining biroz g'uvoligi va shunga darsdan ikkinchi, uchinchi qatim takror anglagan vaqtimizda azm qilib, ondan keyin yana yangi savollar chiqadi ekan. Har qatim darsni bir yana takror anglayman-chu. Her hafta arasida. Şu an şu bugünkü dersten ama başka qarindoshlarning shundoq tekrar anglab bakışını ve bugünkü nahmadan da kalısı kelmagan savollarni agar aqlidan shunday savollar paydo bo'lib qolib qolsa, videoning inkos qismiga va yoki kelar qatorning programmaning e'loniga qistirib qo'ysanglar, aziz qarindoshlar, shu yerga yozib qo'ysanglar, biz yana programmada uni qimmatlantirishga, millatni manfaatlantirishga tirishimiz inshaalloh. Bundan köp rahmet. Bugün mişe kadar olsun. Vaktim biraz benim kaçırıp koyduğum bir yazımda yani kaçıp kalgandek turdu. Özlerine asırgayla kiler katam görüşürüz Cenab-ı Allah. Tapşırdı kapsın. Maqul Allah'a emanet. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Muhterem qarindoshlar, bugün program bu kadar oldu. Allah nasip qilsa aldığımızki programlarda yana inşallah Abdülaziz Beştoğra qarindoshimiz davom qiladi. Ben bugün zapas çapılıb, mağdırıb turduq. Programınınki yaxşı, menfaatli şekilde məngişi üçün təklif fikir
tanqid tarbiya tavsiyalaringlar bo'lsa albatta yo'llasanglar aziz qarindoshlar bizga har xil shaklda ushur qilib buni hammalarning manfaati uchun inshaalloh qimmatlantiramiz. Bundan boshqa mana shu bir yaxshilikni qilgan bir ajr olgan bo'lsa qilishga sabab bo'lganlar yana bir ajr oladi. Ya'ni Allohninki uni ajrlantirishi, mukofotlashi bilan Allohning g'azinasi kamlab qolmaydiganligini hammadan bilamiz. Ve Müslümanlık ölçümümüzde, ahlakımızda azar kadar özüge yaxşı görgənini, qeyndişiga yaxşı görüşünü müminlikning ifadelerden biri ve cennetke vesile bolğan amellerinin parçalarından degenge o'xshash mezmunlarda tushunib keldik, bilib keldik. Reallik qarasaqmı o'xshash manbadan rizqlanganlarning o'xshash fikrga kelish ehtimolligi nihoyatda boshqa manbalardan izlanib kelgan qaragan chog'da oson bo'lganligi ayon. Şunun için derslerimizni, şu Kur'an'dan nazar programımızın derslerini özanlarla köymey ahlanlar bilen birlikte dost yarellerine hazm qilish iqtidarı bo'lgan yoki isyon qilish nimasi bo'lgan, qudrati bo'lgan qarindoshlarga yo'llash orqali fitna qilish deb biz hozir qadar bir qancha program qildik. Fitna oltinni tavlash bo'ldi ekan. Programımızın fitne kısanlar biz karşı almayız arkadaşlar. Fitnenin başka manalarının bağlılığını yüz kaldıkımız için davetimiz bana. Yani programımıza karşı fikirler Allah olsa elbette hem karşı almayız. Şunun için maksadımız bir yerde kandaktorluk üzerine sokaştırış ya ki seviye siliştiriş veya ki birilerine nüfus kazandırıp yani birden çöküleşemez. Hakikaten tepeş. Onun için özümüz mazay, maşayih deb tonavagan çoğunların büyüklerimizninki ağza qarab hem ortadan qalmay aqli tefekkürümüz bilen Allah bilen bevosita bağlangan asasda Qur'onga tekrar qarash orqali aqllarimizdan kechgan Allah bizga bildirganlarni o'zaro o'rtoqlashib muzokiralashsak inshaalloh ham manfaatli bo'ldi. Ben gapni uzartib qoldim. O'quvchilar inshaalloh oldimiz programmalarda yana tekrar görüşürüz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.